akalar hamkasblarimizning boshiga juda ham bir og'ir musibat tushibdi. Nurik elektrik ko'pchilik taniydi. Aka, Alloh sabr bersin. Bilasizlar, ko'p ana elektromobillarga odamlarning mushkullarini oson qilgan, o'zimizga o'xshagan ustalar. Mashina yonib ketdi aka. Nima mashina bu? Audi e-tron GTRS komplektatsiya. Plus 20-mart kuni hayit kuni ertalab 4:20 da o'zidan o'zi yong'in chiqqan mashinadan. Bu toza elektr, ha? Toza elektr. Shu yong'in chiqqan, boshqa narsa yo'qmagan, prosta buni issig'i o'zi butun bir servisni kuydirib yubordi. Natijada hozir ikkita mashinamiz zarar ko'ryapti bu mashinani. Ha, hozir mana bu Hi-Fi mashinasi ham bor ekan. Bu ham o'shani 100 necha minglik mashinalar. Endi hozir buni egasi da'vo qilyaptimi? Sizlarga to'lab beringlar deb. Hozir mashinani shu holatda sotib olasizlar deyishyapti. Hozir mashinani shu holatda sotib olamiz. Mayli, endi hozir buni rasxodni qoplashga bir 200 ming dollar atrofida zarar. Endi ustalar uchun to'g'risini aytaman, juda katta summa. Iloji bo'lsa, agar kimdir yordam qilmoqchi bo'lsa, pastda raqamini qo'yib qo'yamiz. Telefon raqam qilsanglar, karta tashib beradi yoki o'zlariga kelib olib berib ketsanglar bo'ladi. Mana shu mashinalar yonib ketgan servisdagi instrument, hamma narsa, aka Alloh sabr bersa, hammasi yaxshi bo'ladi. O'zbek xalqimiz bor, o'zimizning obunachilarimiz, bizning o'zbek xalqimiz juda ham mehribon. Inshaalloh Allohning izni bilan mana shu joylar sal gullab, yashnab, ko'karib zo'r bo'lib ketadi, xudo xolasa. Hozir mana bu Hi-Fi ham mana shu turishiga endi necha pul bo'lsa ham berib yuboraverasiz-da, to'g'rimi? Beraveramiz, necha pul bo'lsa. Mabodo Hi-Fi kimgadir qiziq bo'lsa, shu Hi-Fi ham sotiladi. Mana bu yoqda BYD Chazor, bu yoqda o'sha Audi bor, servis yonib ketgan. Xullas, asosiy maqsad rasxodlarni ozgina qanchadir minimal tarzda ozgina kamaytirish. Biz ham o'zimizda ozgina bor edi, berib nima qilib ketamiz. Endi har nimani toma ko'p bo'lur dedik. Va 50 ga yaxshi yig'ilib bir podishka qilib yuboraylik. Yo'q demasanglar, bir ozgina telefon qilib, endi karta qo'yish Instagramda bilasizlar, mumkin emas. O'shanga raqamni qo'yamiz. Xudo xolasa aka, zo'r bo'lib ketadi, siqilmang. Inshaalloh, hammasi xayrga, Alloh sinovi. Eng muhimi, odamlarga zarar yetmadi, hammasi eng muhim ishi. Hech kim yo'q edi, hech kimga ziyon yetmadi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi akalar. Bitta podishka qilib yuboraylik, qo'llab-quvvatlab yuboraylik akani.